Hal qilinglar. Anini ham aniqlab beringlar. Bormimiz, yo'qmizmi? O'sha 1 millionmi noyabrda istinish. Yo'q. Ro'za opa bormi, yo'qmi? Uni Nodirdan so'raysiz. Kam ta'minlanganlarga 100% chiqadi deyapman. Agar menga ishonmasangiz Nodirdan so'rang deyapman. Ko'ramiz. So'rang, Endi hozir Nodir o'ziga qilamiz. Meni ishim hal qilinglar. Rais, ana bular homiylik asosida ko'zimni davolanishim uchun yotishim kerak deyapti-da. Hal qilinglar deb boshim og'riyapti. Ana nimadir homiy bo'lsa aytaylik. Qachon men yotishim kerak? O'tgan kuni aytib ketdim men sizga. Juma kuni aniqlanglar dedim. Men yotishim kerak dedim sizga. Aniqlanglar menga. Men sentabr polностью уже o'tkazdim, murjira kuydi-da, mana olsolchi. Men yotishim kerak. Hozir so'rayapti, endi qaysi homiyga aytish? Mayli, farqi yo'q menga, yo'q. Bir aytib chiqdi. Bironta homiy Meni yotishim kerak. 26 4 kun. Oktyabr pensiya olmas ekan, уже menga faqat telefon qildi. Sentabrda qani выписка, qani заключение deyapti. Men shuni hal qilishim kerak. Hal qilinglar. Men o'tgan safar siz menga nima dedi? Xosiyat kelsin dedi, gaplashamiz 7lik bilan. Yig'ingda 7ligingiz bilan hal qilib beringlar. Qara, eshitgan buni. Endi hozir homiyga ham borib turib. Bilmayman men, hal qilinglar. Bilmayman demaga, men senga odamga o'xshab tushuntiryapman. Bilaman, videoga olib turibsan kameraga. Men senga tushuntiryapman. Birovni borib cho'ntagida pulni urib olmaymiz-ku. Sen ham odamni to'g'ri tushunganda. Birontasi iltimos qilaman men. Hokimiyatga bordim, ijtimoiyga bordim. Mahalla 7lik xajabi qaysidir ma'noda senga yordam bersin sentabr oyida. Meni bilmayman. Yordam beryapmiz sen. Yo'q. Lekin birontasi kelsa iltimos qilib ko'raman deyapman birontasi. Qachon keladi? Yotishim kerak o'sha men. Yotishim kerak sentabr. Telefonda senga aytdim aka, bir iltimos. Yo'q, sentabr yotishim kerak. Order kuyda 8 pul kerak senga? Bilmayman, 275 ming kuniga. 5 kunligini hisoblashim kerak. Idora darmon olishim kerak. Yeb ichishim bor. To'xtab tur, 275 mingdan 5 kunlik qancha bo'ladi? 5 kunlik. Dori darmon. Xo'p, 1 million 200 dan bo'lar ekan. Dori darmoni qancha? Hali bilmayman, men borib analiz olganim, topshirganimiz yo'q. Dori darmoningga men kafolat bera olmayman, lekin birontasiga shu 1 million 200 iltimos yordam ber. 1 million 200 nima bo'ladi? Men sizga aytayapman, ichida hamma narsa men dori darmon. O'sha 1 million 200 ni vaqtliroq chiqarish kerak edi. Order qo'limda bo'lgan edi. Sizlar harakat qilmadilar. Men sentabr 8-da keldim, 15gacha hal qilib beringlar deganman. Lekin sizlar harakat qilmadilaringiz. Uni order bilan ishlamaydi. Order bilan ishlamaydi-ku, yo'q. O'zi avtomatik buni o'ziga order chiqadi anaqa. Nogironlik bo'yicha. Уже kuydi-da sentabr. Yo'q. Men qara. Birontasi bilan biriktasini gaplashib ko'raman. Qachon? Hozir sen ketgandan gaplashib ko'raman, ketgandan. Yo'q, menga aniqlaylar. Men hajabi ertadan уже yotishim kerak. Sentabr 4 kun bo'lsa ham, chiqib olishim kerak. Yo'q. Hozir qilinglar, hozir mahalla 7lik qananisi, silosi ham turibdi hammasi. 7lik hal qiladigan narsa emas-ku. Kimga aytadi? Yoshlarga aytadi. Bilmadim. Yoshlarga aytadi, yordam bergin deb. Mahallaning 7ligida o'zi shaxsan 8 ta portal turibdi-da. Bugun yopishimiz kerak, prokuraturaga borib. Xosiyat opa, nogironga aytadi, yordam ber deb. Bilmayman. Buni men aytishim mumkin birontasiga, tadbirkorlar iltimos yordam ber. Men 1 million 200 ga qanday borib yotaman deb lecheniya olmayman. O'shada. Pul kerak, aytsamga? Ha? Qancha pul kerak? Men aniq bilmayman. Men order bilan yotganimda Vaqtxon aka 1 million 700 adelni chiqarib bergan keyin borgimda hozir uyingga o'tirib bir hisob kitob qildi, qanchaligini bilmayman, hozir qarang. Eshitdim, Xosiyat opa yozib olsa, Xosiyat opa menga aytadi, shunga qarab iltimos qilamiz, xo'pmi? Qachon? Bugunmi? Men hajaba ertaga yotishim kerak. Meni ham tushuninglar. Men topib beraman deb men senga va'da berdim. Demak, sizlarga ishonch yo'q-da. Xo'p, nima qilaylik? Davay, harakat. Men juma kuni, men sizga aytib ketganman, juma kuni kelaman xabar olgani. O'zi 25 da kelishim kerak. Bugun yotishim kerak edi. Yaxshi, senga aytaveramiz. Yo'q, harakat qilinglar. Bo'lmasa hozir yana 7lik portlaydi. Urushga deyapsiz bo'lmaskan. Demak, harakat yo'q. Siz uni tekshirib bering.